Assalamu alaikum. Hürmetli ata-onalar, assalamu alaikum. Ballar, bugün sizlar bilan uchrashganligimiz uchun shaxsan men ait xo'sh oldum. Ustozlarning kelganlik uchun ko'pdan-ko'p minnatdorligimni bildiraman. Ham bu meninglam emas, shu o'quv-o'qitish xizmatini qilayotgan Irodagi barliq ustozlarningki chin yurak so'zi. Shunda qilib biz bugungi yig'ilishimizda ikki ishni birli vaqtda qilgan bir yig'ilishimiz bo'ldi. Bu nima degan chaqda dal mushuningdan 6 yil ilgirki mushu kunlarda Hira nomi bilan atalgan bir darsxona sinib barpo bo'lgan va mushu muhacirat hayotimizda barliq kelgan edi. Bu bizningki albatta qutqilishimizga arziydi. Shunglashqa bizningki bugungi yig'ilishimizdagi asosiy maqsadning birisi 6 yilligimizni bir tabriklash va aslash, sizlar bilan birga xushalliqqa jam bo'lish. Ikkinchi birisi bo'lsa, buningdan keyin bosmoqchi bo'lgan ikkinchi qadamimiz bo'lgan chet eldagi Uyg'ur milliy ma'rifining eng muhim qanatidan birisi bo'lgan to'liqsiz o'tir maktabimizningki ochilishini sizlar bilan birlikda tantana qilish uchun sizlarni chaqirdik. Qadamlaringizga marhaba deymiz. Kelganliginglar uchun nihoyat xush bo'lganligimizni yana bir qitib ifodalayman. Rahmat sizlarga. Yil ilgari shu darsxonamiz boshlangan vaqtida maktab mudirimi, muallimmi, ishxonadagi xodimmi, tozliq ishchisimi faqat birli bo'lgan va 24 yoshlik hayotimda tunji bo'lib mushu ma'rif sebiga qadam bosgan edim. Shunda bo'lgan vaqtida şu bir o'qituvchi, bir mudir, bir tozliq ishchisidan tarkib topgan şu bir kishininki boshlashi bilan necha minglagan soatlar dars o'tishlar bilan 3000 nafardan ortiq o'quvchilarni tarbiyalagan shalliq bir qadamni bosgan bo'lgan bo'lsak, bu albatta meninglam emas, barliq mushu ustozlarimizningki va sizlarga o'xshash bizni qo'llab berayotgan hürmetli ata-onalarningki, qarindoshlarimizningki hassidan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. İnşallah buningdan keyin mushu Uyg'ur milliy ma'rifimizningki 6-yilini qutlagan bo'lsak, yana 10-yilini, 30-yilini, 60-yillarini ham Alloh qutlug'ini nisib qilgay inshaalloh. Endi hozir bizningki bugun sizlar bilan o'rtoqlashadigan muhim bo'lgan bir ish nima degan chaqda, bu balkim muhim yoki muhim emasdi, ama lekin bu biz uchun nihoyat bekmi muhim. Chunki endi hozir Uyg'ur to'liqsiz o'tir maktabi degan bu gap bizga nisbatan aytishimiz nihoyatmi ta's bo'lgan 2 yillar, 3 yillardan beri to'xtamay izlanish orqali Allohning iltifot qilishi bilan, Allohning rahmati bilan bugungi ro'yobga chiqishga noil bo'lgan nihoyat ulug' bir qadam deb o'ylayman. İnşallah buningdan keyingi to'liq o'tir maktablarimiz inshaalloh ochilmoqchi bo'lgan universitetlarimizgacha Alloh ochiqida nisib qilgay. Endi hozirning o'zida sizlar bilan mushada birlikda fikrlashadigan muhim bo'lgan bir narsa nima degan chaqda, endi mushu 6 yilligini qutlaqlash bilan birga ikkinchi birisi bu ma'rif degan nima? Zodi ma'rif haqida birlikda bir o'rtaq bir fikrga kelib chiqish uchun ozgina hammamiz birlikda birdam o'qisak degan maqsadda sizlarga mushu ma'rif haqida ozgina bir tushuncha berib o'tmoqchiman. Garchi hammamiz buni bilgan bo'lsak ham, bu ma'rif degan bu so'z nihoyat universallashgan, nihoyat keng ma'niga ega bir so'z bo'lganligi uchun bu so'zningki ma'nisini chunqur yiltizidan tushunib yetalish va buning chunqur yiltizlargacha o'ylay olish biroz ta'sir bo'layotdi. Shunglashqa hozirning o'zida bu ma'rif deganimizning o'zi yemaklik, ozuqliq deganga o'xshash hamma ma'nolarga ega bo'lgan bir so'z. Masalan, bizning Uyg'ur ma'rifimiz bir davlatningki o'zining davlati bo'lmagan ahvol ostida ham o'ziga xoslashgan bir milliy ma'rifining bo'lmasligi nihoyat ichinishli bir ahvol. Shunglashqa biz har qanday ahvol ostida ham o'zimizga xos bo'lgan diniy, milliy kimligimizni bevosita ifodalaydigan, bolalarimizni o'zimizning aqidasi bo'yicha tarbiyalaydigan
muşu dünyadaki yeni fen texniki ilimlerini ügünelaydigan aletki özümüzden kalbi emin tapıdigan muşundak bir sistemga ekiriş her bir milletning özünün xas bo'lgan milliy ma'rif hisoblanadi. Shunda bo'lgan vaqtida masalan hamma davlatning, hamma rayonning o'ziga xos bo'lgan bir milliy ma'rifi bo'ldi ekan. Masalan, mushu Turkiyaning mo o'zininki milliy ma'riflari bor. Unda bo'lgan vaqtida bular qanday qiladi degan chaqda mushu vatan uchun qon oqizadigan, mushu vatan uchun o'zini pido qila oladigan, o'zining ideyasi bo'yicha yashay oladigan bir odamlarni yasab chiqirdi va mushu orqali tarbiyalaydi. Ma'rif mushunda ochilganda ideya, fikr berish, ideya yasash degan gap. Unda bo'lgan vaqtida biz hozir chet elga chiqqandan keyin o'zimiz bir islomiy hayotda o'zimiz rozi bo'lgan bir turmushda yashay olishimiz mumkinki, ammo lekin o'zimiz rozi bo'ladigan bir o'zimizningki milliy va o'zimizning e'tiqodiga uyg'un bo'lgan bir ma'rif sistemasini barpo qilinmagan ahvol ostida mayli qanchalik bayashat yashab ketishimizdan qat'iy nazar bizning qalbimiz kulmaydi. Unda bo'lsa ma'rif degan nima deganga nisbatan sizlarda men azroq tayyorlab qilgan ma'lum bir narsalar bor. Shu materiallarni birlikda ko'raylik. Unda bo'lsa hozirning o'zida ekranda ko'rayotganinglar o'xshash. Endi hozir ma'rif degan nima degan mushu temada sizlar bilan birlikda o'rtoqlikka ega bo'lamiz. Unda bo'lsa ma'rif insonga nima beralaydi? Nima berdi? Bu ma'rif degan gapni adı vasaqlı hesap olamdı yoki biz öz ma'nisi bo'yicha azig'ini bir tushuna olamdik degan vaqtida ma'rif zodi insonga nima berdi? Ma'rif insonga kimlik berdi. Ma'rif insonga kimlik berdi deydi. Unda bo'lsa, ma'rif insonga o'zining kim ekanligini, kim bo'lganligini va kim bo'lganligini bildirdi. Ma'rif o'zini pes ko'rdigan bu ruhni yo'q qilib o'tadi. Bizning ilgir qitimliq faoliyatimizda bir qitim mushu Abduqodir Yapcha akamizningki bir nasihati bor. Bu nasihatini aytdi hammamizningki mushu o'qituvchilarning qo'lida deb o'ylayman. Dunyodagi shu vaqtida mushuna degan. Dunyodagi eng taraqqiy topgan davlatlar bo'lsin, dunyodagi eng namrat davlatlar bo'lsin, Afrikadagi davlatlar bo'lsin, hamma davlat bütün məbləğinin hamısını ma'rif qilib Dünyada ma'rif demaydigan bir davlat qolmadi. Amma lekin bu ma'rif o'zining kimligini, kim bo'lganligini va kim bo'ladiganligini bildiranmagan ma'rifni o'zi mag'lub bo'lgan ma'rif. Unda bo'lgan vaqtida biz mushada ma'rif bizga nisbatan o'zimizdan faxrlanish tuyg'usini, o'zining kimligidan nomus qilmaslikni va shu kimlikdan faxrlanib yashash ro'yini yuturgan. Unda bo'lsa, yana cho deganda vatanning nimaligini, shu vatanning, shu o'zining vatani uchun qanday fidokorlik ko'rsatish kerakligini bildirdi deydi. Va uningdan boshqa do'stning kimligini, dushmanning kimligini bildirdi, ham qarindoshlik mehrini baxsh etkizdi deydi. Mushiyada uningdan keyin nimaning eng muhim, nimaning muhim emasligini bildirdi. Mana mushu ma'rif bizga nisbatan kimlik bildiradigan nayte muhim bo'lgan bir ish ekan. Unda bo'lsa, ma'rif yana cho ikkinchi bo'lib nimani bildirdi degan vaqtida qisqasi o'zidan boshlab hamma narsaning kim va nima ekanligini ro'shan oydinlashtirib berdi. Uningdan boshqa ma'rif yana bizga nimalarni beralaydi degan chaqda bizga axloq berdi. İnsanning eng chong ortiqchiligidan biri bo'lgan bu ulug' sifatga nail qiladi. İnsan ming o'qib o adamda bir fazilat bo'lmasa, o'qib o adam qanchalik yuqori bir martabaga ko'tarilib ketishdan qat'iy nazar bu odamning o'zida bir axloq tuyg'usi bo'lmasa, bu ma'rif mag'lub bo'lgan ma'rif bo'ladi va bu insonmo mag'lub bo'lgan inson hisoblanadi. Aslida ma'rif o'ziga nisbatan ilm berish bilan birga bir insonga fazilat beradi. Mana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ma'rifi bizga nisbatan eng chong o'rnak bo'la oladi. Va innaka la'ala xuluqin azim degan shu sifatga nail bo'lgan suyimli payg'ambarimizningki shu ma'rifi bizga nisbatan nayt yaxshi ulgu bo'la oladi. Uningdan boshqa o'zgarmas axloqiy prinsiplarga meningchi deb turib gapirmaslikni yutadi deydi. Qur'onning oyatiga meningchi deydigan, hadisga meningchi deydigan odamlar nayt ko'p. Bu yerda meningcha seningcha olmaydi. Ya'ni axloq tuyg'usi o'zgarmas prinsipdir.
Başka narsa emas. O'zgarmaydigan narsa o'zgarmaydi. Uning meningcha seningchisi yo'q. Ma'rif mana shu narsalarni bildirdi. Uningdan boshqa odamgarchilikni, kishilik munosabatni iborat fazilatni o'rgatadi. So'z qilishni, kishilarning ko'ngliga azor bermaslikni o'rgatadi. Shariatga xilof bo'lmagan barliq urf-odatlarga hurmat qilish va uni qo'g'dashni o'rgatadi. Bizningki mushu ma'rifimiz inshaalloh mushu qadamlarni bosqichi. Unda bo'lsa ma'rif bizga kimlik berdi ekan, axloq berdi ekan va yana nima berdi? Bizga nisbatan eng chong bo'lgan ideya berdi. Ya'ni ideya bo'lmagan, bir liniya bo'lmagan bunda o'qitishning hech nimaga foydasi yo'q. Xuddi MP3 ga kompyuterda bir narsa qachilgandaglar bir ish. Kallığı bir narsa qaçılab qo'ydigan, nima so'rasa bildigan, ammo hech qanday chivinning qanotchilik fikri yo'q bo'lib qolgandan keyin bu mag'lub bo'lgan ma'rif va mag'lub bo'lgan inson bo'ladi. Faqat uning o'qish tarixi bilan bo'ladi. U odamning faqat o'qiganligini asliyalaydigan bir narsa bo'ladi xolos. Mana shunda bo'lgan vaqtida bu ideya qanday ideya deganda tavranmas ruh to'g'ri yo'l bo'lgan yo'l xaritasi hisoblanadi. O'zi to'g'ri deb qaragan yo'lda adaqchi meng'ish va uning uchun badal to'lashni o'rgatadi. Men to'g'ri dedim, mush yo'l to'g'ri degan yo'l bo'lsa, mush yo'lda mangman degan bir ruhni bildirdi deydi. Unda bo'lsa, o'zini o'zi o't aldira oladigan o't yurakni berdi. Ya'ni odatda bizning bolalarimizni 10 yil o'qitib, 11-yilga kelganda balam topshiriqingizni ishlang deb yana haydigan bo'lsa, bu ota-onalar bu bolalarningki va bu ma'rifningki mag'lub bo'lganligidan derak berdi. Ma'rif degan zot nima? Bu o'zini o'zi kechalari uyqudan uyg'onib turib, yo'q men maoshni qilmasam bo'lmaydi deydigan, bolalarni o'zini o'zi haydiyalaydigan, o'zini o'zi tirishchanlikka nisbatan nihoyatda muhim deb biladigan bir ishlarni qila oladigan mushundaq yurakni berdi. To'xtovsiz izlanadigan kuchli ruhni berdi deydi. Davomli izlanadigan bir ruhni berdi ekan. Oxirida bo'lsa nima degan chaqda ma'rif insonga bilim berdi. Biz oldingi mushu 3 tane babni 3 tane yani çın tutmaganligimiz sebebinden o'qitish desa mushu o'g'itish deb bilganligimiz sebebinden nurg'un inson samon mashina odamlarni yasab chiqyapmiz. Bu nihoyatda bek xatarlik. Bir odamning bolasining maktab bo'yicha birinchi bo'lishi, maktab bo'yicha emas, hattoki shu turvatgan rayon bo'yicha birinchi bo'lishi va kichkina ota-onaga axloqsizlik qilishi, qatorliq bir ishlarning tang tanasib shaklda yuz bergini, u bolaninki dunyo bo'yicha birinchi bo'lishini butunlay yo'q qilib o'tadi. Shunlashqa biz endi bolalarimizga nisbatan oldingi shu 3 shartni to'liqlaganda Allah'ını tanıydigan, peygamberni tanıydigan, dinni söyledigan ve özünün urf-odatlariga hurmat qiladigan ve onundan nomus qilmaydigan bir insonlarni yetishtiradigan vaqtimizda u odamning bilim elishi oltin o'zukka yaqut ko'zdek uningdan keyin yarishadi deydi. Uningdan keyin bir odam bilimlik bo'lishi bilan nihoyat ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldi ekan, boshqalar qilolmaganini qila oladigan iqtidorni berdi ekan, eng yangi foydali ma'lumotlarga ega qildi ekan, har bir o'rganganlar uchun bir kuchga aylanib qanchaga ko'p bo'lsa shunchalik kuchli qiladi ekan. Inson eng oxirida hayotidagi xorliqni yo'q qilib, o insonni aziz qildi ekan. Shunlashqa endi hozir milliy ma'rifga endi yenib kelsak, mushu 4 nuqta biz unutib qolsak bo'lmaydigan nihoyat bek muhim nuqtalar ota-onalar. Shularga bunga diqqat qilib anglashinglarni umid qilamiz. Unda bo'lsa, birinchi bo'lib bizga milliy ma'rifimiz bizning o'qitishimiz hammamizningki kimlik berdi. Dinni söylediğin bir ruhni beradi. Uningdan boshqa insonga bir axloqni berdi. Uningdan boshqa insonga bir ideyani berdi. Oxirida insonga bilim berdi. Mana mushu 4 nuqta alayda bir yerga kelgan vaqtida bu bir ma'rif mag'lub bo'lmagan, haqiqiy muvaffaqiyat qozongan bir ma'rifga aylandi. Bu bizningki nihoyat muhim prinsiplarimizning birisidan iborat bo'ladi. Shunlashqanda hozirgi muhim bo'lgan narsa nima degan chog'da biz ana vatanni, ota-onamizni, birga cho'ng'ilgan qarindoshlarimizni, aziz tuproqlarimizni tashlab bu yerga chiqqanimizda bo'lsa, zodi bu bilimlarning va biz egilishga tegishli bo'lgan mush ishlarning qaysi biriga ega bo'la oldik, qaysi birini qila oldik degan vaqtida belki köplerini qilgan bo'lishimiz mumkin ve yana qilolmay, hozir ham o'zingning bolalarini o'qitib turib, ya'ni yurganning ichidan bir suyunmaydigan bir taraflarmi ham bo'lishi mumkin. Bu nima degan chaqda, endi hozir biz qarindoshlar bolalarni maktabga berish dolqini bir ko'tarildi. Bu bir yaxshi ahvol.
Mektepki beripla versek, etdigende kitib kechdi shu yig'iz buni yamay saq salomat bir yerga tutulishib ballar bilan tatılashmay kelsa, urush jidal qilmayli kelsa, u balning muallimisining ismining nimaligini, qaysi maktabda o'qiydiganligini uqmay maktabni bitirib o'tgan odamlar ko'p. Ba'zi odamlar balangiz qaysi maktabda o'qiydi? Tang iyadiki Çarşambazani yanında Cuma'vazani aqida degan gapdan aytici qiladi. O'zi maktabning ismini uqmaydi. Kim sinf mas'ulligini bilmaydi. Bu bir intayin xatarlik ahvol. Unda bo'lsa biz maktabdami yaxshi o'qitaylik. Unda bo'lsa biz aslida bir necha yillik taklif va ta'lim tarbiya ishlarida mushu koronavirusi boshlanishdan ilgari boshlamoqchi bo'lgan edik mushu planlarni, ammo lekin virus sababli to'limi keyinga chekinib ketdi. Aqaqidan sunulgan iltimoslarning hammasi 2022-yil 9-oydan boshlab boshlangan. Rasmiy sizlarga biz yaxshi imtiyozlarni beraylik. Balalarniki to'liq so'ttir maktabda milliylashgan bir Uyg'ur sinflarini yetishishga biz ruxsat qilaylik degan edi. Mushu gapning chiqishi bilan oxirgi hisobda biz bu 9-oydan kirishimizni saqlamay darhol boshladik. Chunki bizlarga bek kech bo'lib qoldi. Yilimi bek kechikdik. 4 kundan keyin korona o'xshaydigan bir virusdan birisi chiqib, yana so'linib yotamdi odamlar uyga. Yoki bo'lmasa yana yig'ilishib ketdi deb bir voqea chiqamdi. Uni uqmaymiz. Shunlashqa bizning 9-oygacha saqlaydigan hech qanday buningga nisbatan saqlab bo'lmaymiz. Vaqtimiz yo'q. Biz boshlaylik deb shuning bilan başlash oldi turibdimiz. Inshaalloh erta soat 9da darslarimiz başlanışqa başlaydı. Undan başqa o maktabda o'qiyotgan o'quvchilarniki maktabdan kelgan vaqtidan boshlab inshaalloh to'liq so'ttir maktabninki darslariniki uyg'urchilashgan nusxasi rasmiy holatda o'quvchilarimizga yetishtirishga başlaydı. Ota-onalar bilan ko'rishish va bundan başqa bundan keyingi ishlarimizni zodi qanday qila olamiz degan temalarda mulohaza qilib boramiz. Shunda bo'lganda Turkiya Cumhuriyatiningki milliy ma'rifiniki mushu o'quv sistemasi başlangıç 4 yil, to'liqsiz o'ttir maktab 4 yil, to'liq o'ttir maktab 4 yil, oliy maktab 4 yil shakldagi mushu 16 yillik o'quv sistemasi bor. Unda bo'lsa biz vatanda qanday o'qidik? Başlangıçni 6 yil, to'liqsiz o'ttirni 3 yil ma'qul shaklda o'qigandik. Lekin nimalar bo'lmasin, o'ttir hisob bilan bo'lgan chog'da saviyasini o'xshab qolganlik sababidan biz mushu to'liqsiz o'ttir maktabdagi o'quvchilarimizningki birinchisi davlat maktabida o'qiyotgan o'quvchilarningki o'qish saviyasini va darsdagi ahvolni yaxshilash bilan birga Uyg'ur milliy ma'rifiningki sistemasi bo'yicha qadam-qadam holatda mushu Uyg'urcha darslarimizni olib berishga boshlaymiz. Chunki nima degan vaqtida ba'zida bizniki to'liqsiz to'liq o'ttir maktabning o'quvchilari ingliz tili o'rganish uchun keladi, kompyuter o'rganish uchun keladi deganga o'xshash. Bularni doskaga bir narsani Uyg'urcha yozib bersak, bolalar uni turkcha yozadi-da, u ko'chaga vaqtida. Sen nerede yazgıltıdın diyeceğim, ben Uygurca bilmesem ya deydiğim ballar bu. Bu ballığı bir 60 yıl, 70 yıl olmadı, 4 yılın aldığı kegen ballar mı şu? 2016'ın aldığı yok o ballar mı? Anda olsa biz intayın halkılık bir baskış turvatımız. Yeni iş gildin ki gep ötmeyi daha ballığı. Çak kıldığın iş emez. Şunlaşka ciddi halette bunu kegende uykumuzda içip ballarını ki muşu toluqsu otur mektep seviyesiga ega bo'lgan ballarni Xalsanlar bizga beringlar, xalsanlar uyda o'qitinglar, ammo lekin o'shqalimizni yig'ib mushu bolalarni Uyg'ur qilib tarbiyalanglar. Bizniki aslida bu kichik bolalarniki bir qancha tal nomer tayyorladik deb bir narsa tayyorlab ekan. Ben onu to'xtatib qo'ydim. Asr vaqtiga kechikib qoldik ekanmiz. Shunlashqa va ustozlarimizning vaqtini olmayli. Agarda faoliyat oxirlashgandan keyin bolalar o'zlari qilib qoldigan xatolar bilan bo'lsa bir o'rilish bo'lsin deb shunlashqa faoliyatimizniki tartiblarini qisqartdik. Ondan başqa Türkiye Cumhuriyeti'ninki milliy ma'rifininki to'liqsiz o'ttir maktab saviyasidagi bolalarningki darslarning qancha soat bo'lganligini, bu bolalarning bir yilda qancha soat dars o'qiydiganligini, agar shu suratda ma'nosi qanday odam bo'lib chiqadiganligining bir setkisi bor. Uni aslida qisqartaylik. Chunki biz bu yerda o'zimizning depinchilish bilan boshqalarni ayplash bu axloqsizlik. Shunlashqa bu yerda o'qiyotgan bolalarni maktabdan yondirib chiqib turib jugatib ekanmanglar. Ammo lekin bolalar o'qiyotgan bo'lsa, birinchidan shu bolalarniki bir sinf mas'ullarining bir ismini o'rganib qo'yaylik, telefon nomerini o'rganib qo'yaylik, hech qisi yo'q. Shu maktab zodi nada, ismi nima? Zodi nima ishni qilyotdi? Ma bolalar mushunda ma'nosi nima odam bo'lmoqchi deganga o'xshash, ma ba'zi ahvolotlarni qilmasanglar, hozirdan boshlab ma o balla ata-onasidan numus qilishni boshladi. Chunki nima degan chog'da turklar bilan birga yashash jarayonida turklashish, hamma narsani turkcha qilish bu balaga nisbatan tuvan tabiqidan yuqori tabiqiga chiqqandek, o'zi sal rahatlagandek tuyg'u berdi ekan. Shu ba'zidan uning ballardan dadang ismi nima desa deb bermaydigan balalar hozir. Shunlashqa
bu nayeti xatarlik baladan ayrılıp qilish bizningki eng oxirgi qo'rg'onimizdan ayrılıp qilish hisoblanadi. Biz boshqa ishlarni qilmasakmi, mushu farzandlarimizni layoqatli, dinni suydigan, millatni suydigan, vatanni suydigan, vatan uchun hammani fido qila oladigan shu yoshlardan qilaylikki, inshaalloh mushu farzandlarimiz orasidan liderlar, rahbarlar, qo'mondonlar, jangchilar chiqqay. Allohdan buni tilaymiz. Hammanglarga rahmat, kelgan qadamlaringizga marhaba. İnşallah bunun keyingi mushishlarimiz texmi güzel bo'lg'ay, darslarimiz yaxshi davomlashqay, to'liqsiz va to'liq o'tir maktablarimiz yaxshi davomlashqay. İnşallah darslarimiz mushu maktab ichida davomlashadi. Alloh xolisa bunun keyingi xizmatlarimizda har vaqt sizlarga doklad qilib turamiz. Hammanglarga rahmat. Voy. Rahmat. Voy rahmat, rahmat.